Yopishqoq yomon xayollar nevrozdagi insonlarning eng katta muammolaridan biri va aynan o'lim qo'rquvi bilan bog'liq bo'lgan yomon xayollar ham bu kasallikni eng yoqimsiz belgilaridan bittasi. Juda ham ko'pchilik insonni bu narsa qiynaydi. Insonlar aynan davoni dorilardan ko'rib dorilar olishadi, ichishadi va dorining effekti dorini to'xtatishingiz bilan o'tib ketadi, yana borishadi, boshqa preparatni qo'llab ko'rishadi. Keyin tabiiyki effekt o'zi kutgan natijani olmaydi. Umidsizlikka tushadi, depressiya keladi. Qaysidir vaziyatlarda trevoga, qaysidir vaziyatlarda depressiya insonlarni qiynaydi va insonlar tushunarsiz ruhiy holat, tushunarsiz ichki azoblarda qolishadi. Xuddiki bu narsadan umuman yechim yo'qdek ko'rinadi insonlar. Insonlar umuman yechim ko'rishmaydi va bu o'lim qo'rquvi ayniqsa vahima bilan kelgan vaziyatlarda, tashvishli holatlar bilan kelgan vaziyatlarda insonlar har safar o'zini vahimasini xurujida boshqatdan xuddi o'lim holatini boshdan kechirayotgandek o'zlarini his qilishadi va shu qo'rquvlar bilan, shu yoqimsiz holat bilan, plus depressiya bilan yashashadi. Agar sizda shu kabi muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, izohlarda yashayman so'zini yozib qoldiring. Men sizni o'zimni yopiq klubimga qo'shaman va klubda sizga nevroz, tashvishli holat, vahima va vahima xurujlaridan xalos bo'lish bo'yicha, depressiya bo'yicha eng yaxshi yechim va sir asrorlarini o'rgataman.